fikrlashingga ta'sir ko'rsata olgan shaxslardan birining albatta tahsil olgan joyi doimo biz uchun qiziq. Pushkin ana shunday ta'sirga ega bo'lgan shaxslardan biri va o'nlab daholar, talantlar, iste'dodlar chiqarga olgan makon. Поэты Пушкинской плеяды. Поэты Пушкинской пары, ya'ni Pushkin davri shoirlari, Pushkin atrofidagi shoirlar va turli ta'riflarga sabab bo'ladigan, ega bo'lgan ajoyib iste'dodlar chiqargan makon. Juda boshqacha, haqiqatan ham hayajonli auraga, inson hayajonga soladigan bir go'zal hudud. Mana bu yerda yoshlar o'tirib yosh ijodkorlar o'z ijod namunalarini xalqqa taqdim etyapti, chizyapti, kimdir she'r yozyapti, kimdir asar yozyapti. Balki hozir ertaga jahon adabiyotida, zamonaviy adabiyotda juda ham katta bir o'rin egallay oladigan asar